Biz kunning jurnalistlarimiz. Mana bittasi, mana Tezkor xabar. Tezkor xabar. Hozir biz Sarosiyot tuman. sigir bu yerda ichib yotdi. Hozir biz bitta avariyani qo'lga oldik. Surxondaryo viloyati To'txa. Surxondaryo viloyati Sarosiyot Sarosiyot tuman. Tezkor mahalla, Tezkor qishloq. videoga olmoqchimiz hozir. Agar ola olsak olamiz. Razbot kilometr olib. Tikon qo'shib qoldi. Hammasi tikon ayib bo'ldi. Tikon qo'shib qoldi. Mana kabab ham oldi. Ham orqasi. Tikon bitta bamperi chiqib ketdi. Bu esa ana razbor tugaganga o'xshaydi. Damas mana bunday bo'ldi. Tikon u yerda edi. Qo'shib qoldi. Tikon ayib bo'ldi hammasi. Mana videoga olib qoldik. Tezkor xabar. Like va podpiska bosib qo'yasizlar. Hammaga tomosha qilganingiz uchun rahmat. Mana yo'l o'rtasida turibdi hammasi. Bu endi tomoshabinlar uchun qiziqda bu avariya. Sarijadagi avariya qiziq. Sarija mahallasi. Sarija. Hozir men bobomning uydaman. Bobomning uyda to'y bo'lyapti. Shana Imron. Mana dadamning uyda, bobomning uyida to'y bo'lyapti. Shuning uchun videoga oldim.